Kolumbda bor alamim mening. O'zbekiston vatanimdan. Kolumbiyada alamimiz qolib ketdi. Men bitta narsaga tushunmayman-da, mana ba'zi bir negativ fikrlarga O'zbekiston tarixida birinchi marta jahon chempionatiga chiqyapmiz. Bu juda ham katta narsa bu biz uchun, O'zbekiston uchun juda ham katta narsa. Qoyil qoldim bizani o'yinchilarni, masalan, Behruz. Bu bolani duxiga vaqti qoyil qoldim va Abbosning o'yinini ko'rib men maza qildim to'g'risi. Bunaqa 19 yoshda Behruz Malades, zo'r o'yin ko'rsatishdi bolalar. Hali oldinda yana ikkita o'yin bor. Hammamiz birga O'zbekiston uchun balet qilamiz. Kolumbda bor alamim mening. O'zbekiston vatanimdan. Kolumbiyada alamimiz qolib ketdi. Men bitta narsaga tushunmayman-da, mana ba'zi bir negativ fikrlarga O'zbekiston tarixida birinchi marta jahon chempionatiga chiqyapmiz. Bu juda ham katta narsa bu biz uchun, O'zbekiston uchun juda ham katta narsa. Qoyil qoldim bizani o'yinchilarni, masalan, Behruz. Bu bolani duxiga vaqti qoyil qoldim va Abbosning o'yinini ko'rib men maza qildim to'g'risi. Bunaqa 19 yoshda Behruz Malades, zo'r o'yin ko'rsatishdi bolalar. Hali oldinda yana ikkita o'yin bor. Hammamiz birga O'zbekiston uchun balet qilamiz.